Assalomu alaykum do'stlar. Mana eski materialdan lestitsa, mana shotimi nima deydi? Meva teradigan yasadik. Hozir buni tikalaymiz. Qancha tikalash Amirxon? Amirxon bilan mana birga qildik. Balandlik shu 2 metr oshiqroq bo'ldi. Mana yonida ilmonlari bor. Shu ugonidan mana bu bitta boltni ilmoq qilib qo'yib qo'ydik. Ilinadi mana boltga. Tomoni ham shunaqa. Masim endi straxovkaga baylab qo'yiladi deb mo'ljallab mana qildik terguncha. Mana odam turadigan joylari. Shu qo'ldan kelgancha qildik. Qani chiqib yo'ching. Ehtiyot bo'lib. Oxirgacha chiqishing shart emas bo'ladi. Mana shuni bugun yasadik bekonchilikdan. Endi narxini aniq bir narsa deya olmaymiz. O'zingni agar sotib olgan bo'lganingizda qancha baho berardinglar bir mo'ljallikni aytib o'tsanglar. Kommentariyalarda qanchaga olgan bo'lardinglar bir yozib o'tasizlar degan umiddaman. Ozgina kraskamiz bor edi, ishlamayotgan, shunda mana kraskalab ham qo'ydik. Mana shu holatda bo'ldi kraskalaganimizdan keyin. Qorong'i tushib qoldi.